Bu yerda no'chilik qiladigan kimsan? Bir isklas yig'izdan hammani olib ketibsan. Olib ketishli emas, choynadim. Nazar sig'izini choynadim. Kayfimiz ushmasda, sizmi chaynab beqing? Tizit qilmadim amsa. Sizlarmi chaynab beqinglar? Bu Nazar, boshqa Nazar. Marksiga İstanbul yazar. Hech yo'q. Nazar chaynag'andim. Nazar sig'izlari. şey buldunuz mu? Merdiven neydi? Buldum. Doktor! Doktor! Benim baklamı çıkıyor. Bende pul yok. Pul yok. Pul çıkıyor bu ne? Pul yok. Pul yok. Bu ne? Bu ne vaktim aldıraş bilmem. Hadi dedim benim kuzanmazsın. Bu ne? Bu ne? Bana. Bey. Bende yok de. Ha. Yey. Ama lomzalada endi qutuldum da ha. Ha, ko'risham do'q. Ha, men hozir boraya. Ma'qula. Hozir boraya. Men her günüm şu her bir kvadrat 70 mingdan ortiq bo'lgan bu shirkatda turib, hayotlik to'g'risida to'xtalaman. İnsan hayotida zodi nimani deb kurash qiladi? Pul yoki huquq? Bu har ikkilisi menda tal bo'lgan vaqtda men o'ylanib qolaman. Endiki qadamda zodi nima ish qilishim kerak? Rahmat. Biz ne çıkım oluyormuşlar oturuluyor öyle. Qanday qilmam sen? Beni oylandırın ha. Uxlasangiz olmamdi-ku. Undoq qilmay oylandırın ha. Ma'qulda. Juma. Ha, aylama. Ha, yaxshi. Aylama. Ha, yaxshi. Yaxshi. Ay, men undoq demidim. Ha? Biz qanday? Ha? Oldu mu? Hoy savoqdaşlar, alboqsan dersini mazmun tushundilarmi? Yaxshi. Undan biz bu saat dersimizde Uyg'ur xalq maqol tavsiyalari bilan tanishib chiqamiz. Diqqatlar, o'zkid bo'lsin. Birinchi maqolimiz. Güher yatdı sayda, tanımasan nemi payda? Bunu hepimiz anlamak şuna boş. Yaxshi. Undaqda bu zaten nemi degan gapdi? Kimdan topadi? Siz. Güher yatıdığı sayda tanımsan bu fayda degan bu harna kilishman bir hanım şu Güher isimli bir umat çayla kızının saydı sozulup yaptığını. Bunu görgen bir adam ne degan güzel kız ha?
Dedi yo'ldan niyetini buzmasdan, yomon ko'zi qarmasdan, o'zining yo'liga men baribir turmaganiga deb yo'l ravon bo'lganda bir izil, fazilat, axloq tasvirlangan xonim. Chiqasizdir. Chiqar. Bu 5 soniyaydi qoldi. To'yimizga az qoldi. To'ydan keyin biz jafoda mushaqqatdimi bilib bilamiz. Har siz nima ishlarni qila olasiz? Men uyni oshini qila olmayman, tomoq eta olmayman, kir qo'tiya olmayman. Siz cho'qroq ishdan qaytib kelganda men uyni oshini qilib, tomoqlarni etib sizni saqlab o'tirman. Bu ishlarni qiladiganingizning nima foydasi? Baribir men sizni undaq ishlarga solmayman. Oy, Rosma. Undaq yaxshisiz. Bular bilan tezmisiniz nima? Voy bana, bo'libdi-da voy. Shularga. Voy canım. Voy bek yig'ilgan. Ay chidamchaya bo'lmamsa. Bular tez. Biz jafodan olayotgan tan bo'limiz deyishni Voy to'g'ri. canım, bek yig'ilgan. Shularga. Qo'llarimni turgan bo'lsam. Ukam bana mukofot chiqib turib qarab tashrif berganmi shuni? Ha, to'g'ri. Necha yo'lda eliyodim hech mukofot chiqaydi dedi. Chiqdi. Muborak bo'lsin aka, 100 ming yuan chiqdi. 100 ming yuan? Ha. Rasma? Qurib. Oy. Kaka. Voy aka, nima bo'ldingiz? Voy nima bo'ldingiz? Voy aka, nima bo'ldingiz? Nima bo'ldi? Nima bilibsiz? Ukam qayta bir tekshirib berganda mening yurak kesilib unda qo'rqatmadim. 100 ming yuan. Bo'ldi. Abla, xato olib qopti emasmi? 1 million chiqibdi. 1 million? Ha. Muborak bo'lsin aka. Muborak bo'lsin. Yurgan.